Aka-ukalar Moskva shaharidan, Sankt-Peterburg shaharidan Primoy Toshkent yo'nalishlariga ketish tagida bo'lsanglar, bemalol mana biz bilan bog'lanib Moskva Toshkent yo'nalishlariga reyslarni amalga oshirsanglar bo'ladi. Qonuniy reyslarimiz sizlarda xizmatinglarda bo'ladi. UzAvtotrans kompaniyaning avtobuslari metro Katennikidan yuradi. Primoy qonuniy reyslarimiz eng qiziq aka-ukalar. Bilet orqali reysni amalga oshirasizlar. Reyslarimiz hozirgi kunda haftada 3 kun aka-ukalar. Ketish tagida bo'lgan ukalarimizga dokumentida muammosi borlar, yo'lda deport bo'lmayman, deportsiz ketishim kerak degan ukalarimizga bemalol telefon qilsanglar, xudo xolasa yo'linglarga yordam berib ketamiz. Deportsiz Rossiyadan chiqib ketasizlar aziz yurtdoshlar. Mana yo'lovchi shoferlarimiz 3 ta, xudo xolasa yo'lda. Hozir esa mana avtobus ichi qoladi. Bo'ldi, pul olyapti Gul opa. Mana akalar avtobusimiz ichi qoladi. Ideal sostoyaniyda davlat qonuniy reyslari eng qiziq.